Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana bizda kat yo'limiz tayyor bo'ldi. Inshaalloh, Xudo xolasa. Hozir ustanovka qilamiz. Ustanovka qilingandan keyin ham jarayonni ko'rsatib o'tamiz. Mana bu padachimiz 32lik, mana bu 25lik. Hozircha bizlarga 25lik ham yetarli. 32likni keyinchalik ishlatishimiz mumkin. Hozircha olib qo'yamiz. Kat yo'limiz mana shunaqa ko'rinishda bo'ldi. Obrotkamiz mana shu. Ozroq ixchamlashtirdik. Ichki holati tak ko'rinmayapti. 4 qator turba o'tkazganmiz, tepasiga 3 qator turba o'tkazganmiz. Mana bu yerdan o'tinga, ko'mirga yoqsak, mana shunaqa holatda foydalanamiz. Havo kirib chiqarib turadigan joyi, mabodoki gazlashgan joylarga, gaz bor joylarga mana buni olib tashlaymiz. Hozircha xonadonda gaz bor. Mana bunaqa garilkadan foydalanamiz. Buni avtomatik miyasi ham bor, xudo xolasa. Buni ham o'rnatgandan keyin xudo xolasa yana qayta videoga olib ishlash jarayonlarini ko'ramiz. Hozircha shu. Hammaga rahmat. Kuzatishda davom eting.